Sharmanda shunaqa yeng kiyinadimi, uyatsiz. Chiqmang. Ko'p hollarda ayol o'zini uyat kerak emas, sharmanda erinmani shusiz ham sevaveradi degan joylari aslida sizning dangasaligingiz bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz esa ko'p hollarda mana shu siz uyat va kerak emas deb bilgan holatlaringiz va munosabatlardagi iliqlik va ehtirosga muhtoj bo'ladi. Siz uni bermaganingizdan keyin ko'p hollarda tashqariga intiladi. Dangasa bo'lmasdan eringiz uchun ehtirosli, mushukcha bo'lsangiz-chi, xolasangiz 13-14 va 15-may kunlari bo'lib o'tadigan mani mutlaqo bepul ehtiros marafonimda sizga qanday bunday ayol bo'lishni o'rgataman. Marafonda ishtirok etish uchun izohlarda 7 raqamini qoldirsangiz bo'ladi. Kutaman.